Keyin kecha ko'zim tushdi kriptovalyutalar bo'yicha hozir aytib o'taman. Yana o'sha oldingi Tether yana narxi oshdi. Qolgan даже Bitcoin, Pepe, Shiba Coin, Dogecoinlar ham narxi juda ham keskinlab tushib ketdi bir kun, 2 kun ichida. O'shaning uchun Tether будущida Bitcoin o'rnidan bu qisqa muddatda yildan yilga, oydan oyga, kundan kunga даже oshyapti. O'shaning uchun maksimal iloji boricha Tetherni olib qo'ygan yaxshiroq. Xo'p, men narigi storieslarda qo'ydim, что qancha tushganini, narigi o'tib ko'rsangiz bo'ladi. Telegram kanalim bor. Telegram kanalimda podrobno aytib o'raman. Xo'p, o'shaning uchun hozir bitta sabablarni aytsam, Putin qo'shni davlatlar bilan Ozarbayjon, Tojikiston bilan Qozog'iston даже o'shalar bilan yana o'zining diplomatiyasini kelishuv aniq qildi, kechirim so'radi даже. O'shani ham hisobiga bo'lishligi mumkin. Dollar kursi ham tushib ketdi. Hozir ko'rgan bo'lsanglar, dollar kursi risk tushdi. Shuni hisobiga ham уже kriptolar tashadi SSH'niki. Lekin Tether oshyapti. Tether oshishining sababi chunki onlayn savdosi bo'lgani uchun Tether palqin oshib ketaveradi. Bunaqa gaplar.